Ezgulik. Oho, qishlog'im qayerda qoldi? Voy, mana bu meni qishlog'im-ku. Qishlog'im, men seni sog'inib ketdim. Men qaytdim. Faqat o'sha boy holda emas, shunchaki kambag'al va yomon. Qishloqqa men bilan senchi qishloqilar. Xullas, do'stlar, qisqacha sizlarga nima bo'lgan? Sen men bilan gaplashasanmi demoqchi edim. Sen men bilan gaplashasanmi, qishloqi? Qoch, nimaga? Yo'q. Xullas, shunday qilib do'stlar, men o'shanda boyib, juda ko'p boyligim bo'lib qaytadi deb ketgan edim. Lekin afsuski, mana nochor holda qaytib keldim. Galev, ey Galev, to'xta. Men bilan hech kim so'rashmayapti. Xullas, mana shunday qilib og'ir ahvolda uyga keldim. Uyim. Uyimni ham ahvoli juda ham yomon bo'lib ketibdi-ku. Buni qo'lda sindirgunimcha vaqt juda ham o'tib ketadi-ku. Yo'q. Endi buni sindirish azob-ku. Uyimda ham to'lib yotgandir. Qishloqlar hech bir uyimga qaramabdi. Va nihoyat sindi. Qoyil. Uyim doimgidagi holatda ahvolda. Sandig'imda yeyishga arzigulik hech nima yo'q. Shabada kirib turibdi. Televizorim turibdi-ku, xudoga shukr. Uxlab olaman. Hamma joy changib ketgan. Qaysidir qishloqqa menga sal kuchayishib yordam bersa edi. Menki unga hammasi qishloqlar. Zasiyapsan. Borib cho'milib kel. Iltimos, menga yordam bersan. Mayli, yordam beraman. Sen eng yaqin do'stim eding. Kechga kel, menga biroz yordam berasan. Xo'p, mayli. Qishloqqa rahmat senga. Xullas, sen borib ekinlarimni erib qo'y. Okey, yes. Va nihoyat menga yordam beradigan qishloqqa topilibdi-ku. Qoyil. Endi biz u qishloqqa bilan mazza qilib, rahmat senga qishloqqa, rahmat, men ekiningni o'rib kelaman. Galev. Xo'sh. Mening otlarim ham. Ana birinchi qishloqning uyiga kirib oldamiz. To'xtanglar, qishloqning o'zi yo'q ekan. Mana bu yerdan ekinlarni o'rib chiqamiz. Nimaga kelding? Sassiqliging. Menga qishloqqa aytdi. Bo'ldi, teraver. Saxiy aytdimi senga? Bo'ldi-da, tersam teraman. Sening nima ishing bor? Ekinini qaytib qo'yyapman-ku. O'ziga beraman, o'g'irlab ketmayman. Qolaysan, sen keldingmi? Keldim. Yaxshi, senga yordam beryaptimi qishloqdagilar? Yordam berishyapti. Men seni eng yaxshi ko'rgan o'rtog'ing ayniqsa. Ol senga bu. Rahmat. Xullas, mana 3tasini olib olamiz-da, biz uni endi olib ketamiz. Non yesab bo'lmasligi yomon-da. Xo'sh, endi nima qilaman? Aytgancha do'stlarning sizlarga aytish esimdan chiqibdi. Qishloqqa menga mayli olaver degan edi. Bunisi-da. Xo'sh, endi u qishloqni kutib, kech bo'lishini kutib o'tiraymi? Yoki uni qidiraymi? Xullas, mayli. Xullas, bu yerda birpas aylanib o'zimga yuguraman. Xo'sh, qishloqning uyiga kirib chiqamiz. Menga sandiq tayyorlab qo'yibdi. Qishloqning uyi ham o'zi zo'ra. O'zimga bir dona non yesa olsam bo'lgani. Endi buni bittay o'zbegimning nonidan yemaganimga qancha bo'ldi? Menimcha bu qishloqning o'ziniki. Bu aniq mening narsalarim. Albatta, mana bu sandiqni sindirib olamiz. Va mana sandiqdan juda ham ko'p narsalar tushdi.
aslahalarni esa kiyib olamiz. Xo'sh, mana ishtonni kiyamiz. Endi esa uyimni chiroyli qilib yangilash vaqti keladi do'stlar. Eng yaxshi qishloq do'stim u meni. Xo'sh, chiqamiz, eshikni yopdik. Qishloqqa rahmat senga. Arzimaydi. Xayr, mening ishlarim ko'p. Mayli, boraver. Men ham o'z uyimga boraman. Galev. Yaxshi, qishloqqa yordam berdimi? Ha, yordam berdi do'stlar. Endi o'z uyimga ketyapman. Biroz kuchayaymi? Yo'q, biroz kuchayishim noto'g'ri bo'ladi. Birinchi o'z uyimni ta'mirlab, to'g'irlab olganimdan so'ng, albatta, hamma boyliklarni to'plab qishloqiga beraman. Xullas, hozir esa uyimga borishim eng to'g'ri fikr bo'ladi. Aha. Uycham, endi seni to'g'irlayman. Mana shunda sekin sinsa ham mayli, zo'rg'a amallab sindiraveramiz. Xo'sh, mana do'stlar, men uyimni chiroyli qilib to'g'irlab oldim. Qarashinglar mumkin. Bu juda ham chiroyli bo'ldi, to'g'rimi? Mana televizorim ham hali ham turibdi. Ajoyib uy bo'ldi o'zi ham. Endi esa men biroz ko'chaga chiqib dam olib olay. Xullas, biroz men yotib dam olaman. Oh my god. Уже birpasda tun bo'ldimi? Qishloqqa sen uxlayver, men ketaman. Qishloqning barcha boyliklarini qaytarib berish uchun. Hammaga